Mashina sotiladi. Bu emas. Mana bu mashina sotiladi. Malibu Premier 21-yil, narxi 23700. Buni rangini qaranglar. Bitta bo'lib yurasizlar, olsanglar akalar. 60000 probeg, kraskalar absolutno top toza. Idealniy sostoyaniyada. Mashinani даже faralarigacha ideal turibdan qaranglar. Mo'ylovlarini qaranglar. Bitta dona chaqa chiqqa yo'q. Mashina shunaqa avaylab haydalgan, akustikalarda ozgina o'zgartirishlar kiritilgan. Mashina matviy holatda, salonlari idealniy holatda. O'rtoq bitta tushuntirish beraman. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. 8 oy tonirovka ruxsatnomasi bor. Bonusiga propan yangi gaz qo'yib qo'yilgan, propan gaz. $1200 olgan odam baraka topib mazza haydi. Rasxoti yo'q mashina. Mashina Premier XL emas, Premier. Bilgan biladi, buni rangini qaranglar. Olov. Agar shu mashinani oladigan bo'lsanglar, o'z xohishinglar bilan 717 nomer taqadigan bo'lsanglar, bizning xizmatlarimiz bunga tekin bo'ladi. Nima xizmat? Misol uchun, men tonirovka, laminatsiya, qo'shimcha ishlarimiz ham bor. O'sha xizmatda tekin bo'ladi. Rostdan aytaman, olinglar, maza qilinglar. Nomeringlarni xohlasanglar, Allohning izni bilan tanitib beramiz. Muammo yo'q. Bizdan olingan Malibu. Rangini qaranglar, rangini. O'zi aylanib, boshim aylanib ketib qoldi. Premier. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. 23700 mashina idealni sostanadi. 60000 probeg. Matviy salonlar. Rangiga o'ldim. Shunaqa. Kimga qiziq bo'lsa, avtobrendga murojaat qilinglar. Idealniy narxda. Nima deysan o'rtoq? Bundan zo'rlarni qo'yamiz. Pardeshkadasizlar. Rahmat hamda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.